sir yoki o'zimni qadriyatlarimni sizlarga hozir natijasini sizlarga tushuntirib bera olmoqchiman. Hozirgi paytda massaj sohasiga o'qitaman degan odamlar juda ham ko'p. Ularning ichidagi niyati hammaniki har xil bo'ladi. Va kimdirlar bir-biriga zo'r qilaman deb har xil o'quv kursilar qo'shgan, to'g'ri? Meni massajdan boshqa narsa ham o'rgatishadi. Lekin meni qadriyatim deyman yoki men niyatimni umuman boshqacha bo'lgan va bu niyatimni oxirigacha to'liq to'kis ado etganman. Birinchi navbatda meni o'qishim eng zo'ri bo'ldi, chunki men eng zo'r dars beradigan odamman. Hech narsani bekitmayman. Mendan chiqayotgan o'quvchilar hammasi nomer 1. Endi o'qituvchilarning hech naqasini topishim kerak. Eng zo'r o'qituvchilar hech qachon shunchaki rahmatga kelmaydi va eng zo'r o'qituvchilar har doim narxi ham, bilimi ham qimmat turadi. To'g'rimi? Yoki qaysi gapim noto'g'rimi? O'shaning uchun men misol uchun mama o'qish kursini qo'shaman o'qish darsimga kerakli deb chaqirsam bo'lardi. Yo'q. Lekin u chaqiramanki, lekin unda kirib olib turib, men emas